Shou biznes olamidan yana bir xabar. O'zbek shou biznes olamining primadonnasi Yulduz Usmonova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Navoiy viloyatida parrandachilik fermasini ochgani haqida so'zlab berdi. Yulduz Usmonova nafaqat eng zo'r san'atkor, balki muvaffaqiyatli tadbirkor ham. Uning Navoiy viloyatida katta parranda fermasi bor nomi ostida ijtimoiy tarmoqlarda turli xil video lavhalar tarqaldi. O'zbek va jahon shou biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.